Hürmetli dostlar, kvartiramıza geldik. Yurtlarımızda kvartiramızda 4 xo'jalik bo'ladi ekan. İkinci qavatda, 5 qavatli binanın ikinci qavatında 72 kvadratlı 3 xonali kvartiramız korobcha holatida. Kelgandan yurtlarimizda eshiklarimiz ham chiroyli eshiklardan o'rnatilgan ekan. Montajlar qilingan. Bu yerimiz hojatxonamiz, sanuzerimiz. Yanımıza geleversek, oshxonamiz bo'ladi endi aziz yurtdoshlar. Sho'chiklarimiz o'tdi. Gaz, svet, sudan beydan muammosi yo'q aziz yurtdoshlar. Kamış komfortni yanında. Yanımızda bir xonasi bo'ladi. Montajlarimiz qilingan, stesha qilib remontni bosish kerak. Yanımız spalnimiz bo'ladi endi. Açık balkonumuz bo'ladi yurtdoshlar. Bu yerimizda bemalol açık balkondan foydalanarsizlar. Yanımıza kelaversek, xudo xolasa yanımızda yana bir xonasi, spalnisi.